O'zbek kanalimizda tonirovkasiga ruxsat bor. Mazda Zoom degan mashinamiz. Mashinamiz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Motor, korobkalar yaxshi holatda, xudo xolasa, konditsionerlari muzlatib turibdi. Mashinamizda inshaalloh unaqa bir ovod kelishi yo'q. Sizlar uchun 11 ming, 12 ming dollarlik mashinani teng yarmi ko'rib o'tgan mashinangiz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Motor, korobkalar yaxshi holatda ekan, ko'rasizlar, baloni ham zo'r holatda, xudo xolasa. Bu mashinamizni faqatgina Mix Avto O'zbek kanalida eng rekord narxda beramiz. Ko'rasiz, turishini qarang. Bu mashina Volkswagen o'zida kamida 11-12 ming dollar, faqatgina Mix Avto O'zbek kanalida eng rekord narxda 4900 dollarga avtomat korobka. Ko'rasizmi, salonini qarang. Bu mashina menimcha olsangiz borib bosib olsangiz bo'ladi. Ko'chalarini qarang. Holati ideal holatda. Mashinamizning probeglari atigi 296 ming probegda ekan. Mashinamizga agar xohlasangiz, gen xohlasangiz nomingizga. Gazlari bor, gazlarga ruxsatlari bor. Bu mashinani olib ko'chada yuradigan bo'lsangiz, ko'chada примерно 15 ming, 20 ming dollarda vidini beradigan Mazda Zoom degan mashinamiz. Ko'rasizlar, holati просто tak ideal. Avto O'zbek kanalimizda ko'rib o'tgan mashinangizni men sizga Mix Avto O'zbek kanalida eng rekord narxga 4900 dollarga. Bunaqasi hech qaysi kanalda bo'lmagan. Avtomat korobka 296 ming probeg, gazlari bor, gazlariga ruxsatlari ham bor. Faqatgina olib maza qilib ko'chada yursangiz, sizga 10-15 ming dollarda vidini beradigan Mazda Zoom mashinasi. Faqat bosib oladigan